Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizda Xudo xohlasa Saudiya Arabistoniga muborak safarga bo'layotgan noyabr oyi uchun qabullarimiz davom etyapti. 1-noyabr va 30-noyabr sanalari orasida vodiydan, poytaxtdan va Surxondaryoning Termiz shahridan bo'lgan reyslarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu paketlarimiz 14 kunlik standart plus paket. Ichiga hamma narsani oladi. 3 kun Madina va 11 kun Makka shahrida bo'ladi ziyorat sayohatlar. Xudo xohlasa endi sizlarni buni kunlari bilan tanishtirib o'taman. Endi Xudo xohlasa Toshkent shahridan 1-noyabrdan 30-noyabr sanasigacha har kuni reyslarimiz bor deyarli. Toshkent Jidda va Toshkent Madina yo'nalishida, Surxondaryoning Termiz shahridan 9, 16, 23 va 30-noyabr sanalariga albatta Xudo xohlasa to'g'ridan to'g'ri reyslar qo'yganmiz. Endi Vodiyga keladigan bo'lsak, Vodiyga Farg'ona shahridan boshlaymiz. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17 va 18, 19, 22, 24, 25, 26 va 29-noyabr sanalariga Farg'ona Jidda va Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Namangan shahridan ham Namangan Jidda va Namangan Madina yo'nalishlarida 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 va 28-noyabr sanalariga Namangan shahridan reyslarimiz bor. Andijon shahridan 1-2ga, 8-9ga, 15, 16, 22 va 23-noyabr sanalariga Andijon Jidda va Andijon Madina yo'nalishlari bor. Endi bular hammasi 14 kunlik standart plus paket. 50 bosh xizmati albatta chetdan O'zbekistondan boshlanadi. Narx-navolari ham juda ham chiroyli. Narx-navolar to'g'risida hozir gapirib o'taman. 3 kun Madina. Madina shahrida Qubo masjid, Qiblatayn masjid, Xurmo bog'lari, Rumot tepaligi, Shahidlar qabristoni, Badr g'azoti bo'lgan joy, Farishtalar tog'i va albatta Ravza Muborak, Qur'on bosmaxonalarigacha inshaalloh olib boriladi. 3 kun Madina Munavvarada turilgandan keyin Zulhulayfa masjidiga borib, miqot hududidan niyat qilib Xudo xolisa umra qilgan yo'lga chiqilgandan keyin borib umra amali endi og'ir amal, unga juda ham yaxshi kuch-quvvat talab qilinadigan amal. Xudo xolasa umralarni qilib 2-3 kun dam olingandan keyin Makka bo'ylab ekskursiyalarimiz boshlanadi. Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Savr g'ori, Xiro g'ori va Saudiya Arabistonining yaqin 100 yillik tarixi bilan tanishtiruvchi muzeylar, har xil Xudo xohlasa eksponatlar bor joylarga olib boradi va undan 1-2 kun o'tkazib Qizil dengiz sayohati Jidda shahriga bo'ladi. Xudo xohlasa 14 kun mobaynida ziyoratchilarimiz zerikib qolishmaydi. Ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat qilib kelishadi. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, ishlaringni sifatli va albatta chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu qo'shni Tojikiston Respublikasidagi fuqarolar uchun ham narxlar bir xilda amal qiladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, Toshkent shahridan Toshkent Jidda yo'nalishi $965, Toshkent Madina yo'nalishi $975. Butun vodiy bo'ylab Andijon, Farg'ona, Namangan yo'nalishlarimiz barchasi $995 qilib belgilangan va Surxondaryoning Termiz shahridan bo'lgan 4 ta reysimiz barchasi $1100 qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, ishlaringni va sifatli qilib bitkazib beramiz. Chiroyli holatda borib maza qilib mamnun bo'lib kelasizlar. Oziq-ovqatlari, 50 bosh xizmati, ziyorat, sayohatlar hamma narsa kiritib qo'yilgan. Bizda aytib o'taman doim to'lov aeroportda qilinadi. Bizga pasport tashlaysizlar, sizlarni registratsiyaga olib qo'yamiz. Biz aytgan vaqtga aeroportga albatta vaqt soatida yetib kelsalaring bo'ldi. Va qolgan ishlarni o'sha yerda ishchi guruhimiz bajarib, sizlarning qo'llaringga so'mka, kamzul, bejik va vizalaringni beradi. Sizlarni chiroyli holatda kuzatib qo'yiladi. Madina va Makka shaharlarida ham juda ham chiroyli holatda Xudo xolisa kutib olishadi. Sizlarni ziyorat qilishlaringga, ibodat qilishlaringga va sayohat qilishlaringga albatta ko'makchi bo'lishadi. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Ikkalovi ham ishlab turibdi. Xudo xolasa ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Xudo xolasa murojaat qilsalaring, Xudo ishlaring chiroyli va sifatli holatda sizlarga yoqadigan qilib bitkazib beramiz. Borib kelib albatta bizni duo qilib Xudo xolasa bizdan xursand bo'lsalaring bo'ldi. Sizlarga xizmat qilayotganimizdan albatta hamisha xursand bo'lganmiz. Xudo xolasa yana qanaqadir qo'shimcha savollaring bo'lsa, hammasiga javob beramiz. Hammalaring bilan yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda Xudo xolasa yaxshilikni ustida ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.